pensiyani kartaga oladigan barcha pensionerlar, ayniqsa hozir pulini bank kartasi orqali olayotgan ota-onalarimiz bu ma'lumotni albatta bilish kerak. Chunki bitta oddiy xato tufayli pensiya kechikishi, karta bloklanishi, pulni yechib olish qiyinlashishi yoki eng yomoni firibgarlar pensiya puliga egalik qilib olishi mumkin. Men bugun sizga pensiyani kartaga olishda nimalar o'zgargani, kimlar ehtiyot bo'lish kerakligi, qaysi holatlarda muammo chiqishi mumkinligi va muammo bo'lmasligi uchun aniq nima qilish kerakligini sodda qilib tushuntiraman. Hozir videoni oxirigacha ko'ring, chunki men amaliy misollar bilan tushuntiraman. Masalan, pensioner kartasini farzandiga berib qo'ysa nima bo'ladi? Karta muddati tugasa pensiya qayerga tushadi? Bankomat pul bermasa nima qilish kerak? Telefon raqam boshqa odam nomida bo'lsa qanday xavf bor? Kanalga hoziroq obuna bo'ling. Videoga like bosing, chunki bu ma'lumot sizning o'zingizga ham, ota-onangizga ham, qo'shningizga ham kerak bo'lishi mumkin. Avvallari ko'pchilik pensionerlar pensiyasini naqd shaklda olardi. Ayrim joylarda pochta orqali uyga olib kelib berilar edi. Ayrim pensionerlar belgilangan joyga borib olardi. Bunday tartibning o'ziga yarasha qulay tomoni bor edi. Pensioner qo'liga pulni olardi. Karta, pin kod, bankomat, mobil ilova degan narsalar bilan ko'p ishlamas edi. Lekin kamchiliklari ham bor edi. Pulni yetkazib berish kechikishi mumkin edi. Pensioner uyda bo'lmasa qayta kelish kerak bo'lardi. Naqd pul xavfsizligi masalasi bor edi. Ayrim holatlarda kim oldi, qachon oldi, qancha oldi degan savollar paydo bo'lardi. Hozir esa pensiyani bank kartasi orqali olish kengaydi. Bu davlat uchun ham, pensioner uchun ham qulay. Pul tushgani aniq ko'rinadi. Karta orqali do'konda to'lash mumkin. Bankomatdan kerakli qismini yechish mumkin. Pulni uyda katta miqdorda saqlash shart emas. Lekin mana shu qulaylik bilan birga yangi mas'uliyat ham paydo bo'ldi. Karta oddiy plastik bo'lib ko'rinsa ham, u pensionerning puliga kirish kaliti hisoblanadi. Karta raqami, amal qilish muddati, SMS kod, PIN kod, telefon raqami va bankdagi ma'lumotlar bir-biriga bog'langan. Shuning uchun men har doim aytaman. Pensiya kartasi cho'ntakdagi oddiy karta emas. Bu pensionerning oylik daromadi saqlanadigan moliyaviy hujjatdir. Eng katta o'zgarish shundaki. Endi pensioner faqat pensiya tayinlanganini kutib o'tirmaydi. U o'z kartasining holatini, bankdagi telefon raqamini, karta muddatini, pul tushgan tushmaganini, firibgarlik xavfini ham nazorat qilish kerak. Ayniqsa yoshi katta insonlar buni tushunmasa, farzandlari yoki yaqinlari yordam berishi shart. Chunki muammo chiqqandan keyin uni hal qilish ko'proq vaqt oladi. Birinchi muhim masala. Pensiya kartaga tushishi uchun karta faol bo'lishi kerak. Agar karta muddati tugagan bo'lsa, karta bloklangan bo'lsa, bank hisob varag'ida texnik muammo bo'lsa yoki pensionerning ma'lumotlari bank va pensiya organlarida bir-biriga mos kelmasa, pul tushishi kechikishi mumkin. Masalan, 18 yoshli pensioner har oy 1 million 200 ming so'm pensiya oladi deylik. Uning kartasi 2025 yil fevral oyigacha amal qiladi. Agar u fevraldan oldin banka borib yangi karta ochtirmasa, mart oyida pensiya kelganda karta ishlamasligi mumkin. Pul butunlay yo'qolib ketmaydi, lekin pensioner banka boradi. Ariza yozadi, yangi karta oladi. Ba'zan qayta bog'lash jarayonini kutadi. Bu esa bir necha kun asab navbat va ovora bo'lish degani. Ikkinchi muhim masala, karta egasi pensionerning o'zi bo'lishi kerak. Ba'zi oilalarda qulaylik uchun otamning pensiyasi o'g'limning kartasiga tushaversin yoki onam banka bora olmaydi, mening kartamga tushsin deyishadi. Amalda esa pensiya to'lovlari pensionerning o'z nomidagi bank kartasiga tushgani ma'qul va xavfsiz. Chunki boshqa odam kartasiga bog'lash turli nizolarga olib kelishi mumkin. Bugun farzand bilan munosabat yaxshi, ertaga kelin, kuyov, aka-uka yoki boshqa qarindoshlar o'rtasida kelishmovchilik chiqsa, pensioner o'z pulini isbotlab olishga qiynaladi. Men ko'p uchratadigan holat, ona pensiyasini o'g'lining kartasiga oldirgan, o'g'il xarajatlarini o'zi nazorat qilgan. Keyin oilada nizo bo'lgan. Ona mening pensiyamni qaytarib bering deydi. O'g'il men sizga dori olib berdim, ro'zg'orga ishlatdim deydi. Bunday vaziyatda eng to'g'ri yechim boshidan pensionerning o'z nomida karta bo'lishidir. Uchinchi muhim masala, PIN kodni hech kimga bermaslik kerak. Ba'zan pensioner bankomatdan pul yecha olmaydi. Shuning uchun kartani va PIN kodni qo'shniga, tanishga, bozorga birga borgan odamga yoki hatto do'kon sotuvchisiga beradi. Bu juda xavfli. Siz PIN kodni bergan zahotingiz amalda kartadagi pulga kirish huquqini ham bergan bo'lasiz. Misol uchun, kartada 1 million 500 ming so'm bor. Pensioner 300 ming so'm yechib bering deb kartani beradi.
Agar odam insofsiz bo'lsa, 300 ming emas, 1 million so'm yechib olishi mumkin. Keyin men olmadim desa, isbotlash oson bo'lmaydi. Bank kamera yozuvlari chek vaqt bankomat joyi orqali tekshirishi mumkin. Lekin bu jarayon vaqt talab qiladi. Eng to'g'risi, PIN kodni faqat pensionerning ishonchli yaqin qarindoshi bilishi ham shart emas. Imkon bo'lsa, pensionerning o'zi yodlab olgani yaxshi. 4-chi muhim masala SMS kod va telefon raqami. Hozir ko'plab bank xizmatlari telefon raqamiga bog'langan. Agar kartaga ulangan telefon raqam pensionerning o'zida bo'lmasa, masalan, eski raqam yo'qolgan bo'lsa, boshqa odam ishlatayotgan bo'lsa yoki raqam farzand nomida bo'lsa, bu ham xavfli. Chunki pul tushgani haqida xabar, tasdiqlash kodi, ayrim operatsiyalar bo'yicha ma'lumot shu raqamga boradi. Firibgarlar ko'pincha aynan SMS kodini so'raydi. Men bank xodimiman. Kartangiz bloklanib qolmasligi uchun kodni ayting deydi. Men qat'iy aytaman. Bank xodimi hech qachon sizdan SMS kodni, PIN kodni, karta orqasidagi maxfiy raqamni telefon orqali so'ramaydi. Kim so'rasa bilingki, bu xavfli qo'ng'iroq. Eng avvalo yoshi katta, bankomat va telefon ilovalaridan foydalanishga qiynaladigan pensionerlar ehtiyot bo'lishi kerak. Chunki firibgarlar ko'pincha aynan shunday insonlarni tanlaydi. Ular pensiyangiz oshiriladi. Sizga qo'shimcha to'lov chiqdi. Kartangizga pul tushmay qoladi. Kompensatsiya olasiz deb ishonchga kiradi. Pensioner esa davlatdan yordam bo'layotgan ekan deb o'ylab, karta ma'lumotlarini aytib qo'yishi mumkin. Ikkinchi guruh. Pensiyasini farzandi, nabirasi yoki boshqa qarindoshi orqali boshqarayotganlar. Bu yerda hamma farzand yomon degani emas. Aksincha, ko'pchilik farzand ota-onasiga halol yordam beradi. Lekin moliyaviy tartib aniq bo'lmasa, keyin tushunmovchilik chiqadi. Masalan, pensioner har oy 20 million 800 ming so'm oladi. Shundan 500 ming so'm dori-darmonga, 600 ming so'm oziq-ovqatga, 300 ming so'm kommunal to'lovga, qolgan qismi o'z ehtiyojiga ketadi. Agar bular yozib borilmasa, oy oxirida pensioner pulim qayerga ketdi deb so'raydi. Yordam berayotgan farzand esa hammasi xarajat bo'ldi deydi. Oila ichida ishonch saqlanishi uchun pensiya kirimi va yirik xarajatlar oddiy daftar yoki telefonda qayd qilib bo'lishi foydali. 3-chi guruh kartasi eski, muddati yaqinlashgan yoki bankka uzoq vaqtdan beri bormagan pensionerlar. Karta muddati odatda kartaning old tomonida oy va yil ko'rinishida yoziladi. Masalan, 16/25 deb yozilgan bo'lsa, bu karta 2025 yil iyun oyigacha amal qiladi. Shu muddat tugashidan oldin bankka murojaat qilib, yangi karta olish kerak. Ayrim banklar kartani avtomatik yangilashi mumkin. Ayrim hollarda pensionerning o'zi borishi talab qilinadi. Shuning uchun hali ishlayapti-ku deb yurmaslik kerak. 4-chi guruh yashash joyi o'zgargan pensionerlar. Agar pensioner bir tumandan boshqa tumanga ko'chgan bo'lsa, doimiy yashash manzili o'zgargan bo'lsa, bank filiali yoki pensiya bo'limi bilan bog'liq ma'lumotlarni aniqlashtirib qo'yish kerak. Chunki hujjatlardagi manzil, telefon, pasport yoki ID karta ma'lumotlari yangilanmagan bo'lsa, ayrim xizmatlarda muammo chiqishi mumkin. Ayniqsa pasport muddati tugagan ID karta olingan, ism familiyada harf farqi bo'lgan holatlar e'tiborsiz qolmasligi kerak. Agar pensionerning kartasi o'z nomida bo'lsa, karta muddati tugamagan bo'lsa, telefon raqami o'zida bo'lsa, PIN kodni hech kimga bermasa va pul har oy odatdagi tartibda tushib turgan bo'lsa, ortiqcha xavotirga hojat yo'q. Pensiyani kartaga olish qonuniy va odatiy tartib. Karta orqali pul olish pulingiz xavf ostida degani emas. Xavf asosan e'tiborsizlikdan, maxfiy ma'lumotlarni berib yuborishdan, karta muddatini tekshirmaslikdan va begona odamga ishonib qo'yishdan kelib chiqadi. Masalan, 72 yoshli ota har oy pensiyasini kartaga oladi. Qizi faqat bankomatga birga borib yordam beradi. Ota PIN kodni o'zi kiritadi. Pulni o'zi sanab oladi. Chekni oladi. Telefon raqami o'z nomida, SMS xabarlar kelib turadi. Bunday tartib ancha xavfsiz. Yana bir misol, ona mobil ilovadan foydalana olmaydi, lekin kartasini uyda saqlaydi, do'konda o'zi to'laydi. Katta pul yechish kerak bo'lsa, faqat ishonchli farzandi bilan bankka boradi. Bu ham to'g'ri yondashuv. Ba'zi pensionerlar sog'lig'i sababli bankka bora olmaydi. Bunday holatda yaqin qarindoshlar hammasini o'zicha hal qilmasdan, bankdan va tegishli pensiya organidan qonuniy tartibni so'rashi kerak. Ayrim vaziyatlarda ishonchnoma rasmiylashtirish talab qilinishi mumkin. Ishonchnoma oddiy og'zaki gap emas. Onam ruxsat berdi degan gap bilan bank har doim ham operatsiya qilmaydi. Notarial tartib, vakolat muddati, vakilning hujjatlari kabi masalalar bo'lishi mumkin. Shuning uchun kasal yura olmaydigan. Nogironligi bor pensionerlar bo'yicha oldindan maslahat olib,
qonuniy yo'l tanlash kerak. Yana bir nozik masala. Pensiya tushgan kuni bankomatda pul bo'lmasligi mumkin. Bu pensiya tushmadi degani emas. Ba'zan bankomatda naqd pul tugaydi. Texnik nosozlik bo'ladi yoki bankomat karta operatsiyasini vaqtincha bajarmaydi. Bunday paytda ketma-ket ko'p marta noto'g'ri pin kod kiritish mumkin emas. Chunki karta xavfsizlik sabab bloklanishi mumkin. Avval SMS xabarini tekshiring. Bank ilovasida balansni ko'ring yoki bankning rasmiy kol markaziga qo'ng'iroq qiling. Agar pul tushgan bo'lsa, boshqa bankomatdan yechish, bank kassasiga borish yoki karta orqali to'lov qilish mumkin. Yana bir keng tarqalgan holat. Bankomat pulni bermadi, lekin balansdan yechilgandek ko'rindi. Bunday vaziyatda vahima qilmaslik kerak. Bankomatning joylashgan manzili, vaqt, summa, karta raqamingizning oxirgi 4 raqami, chek bo'lsa chekni saqlab bankka murojaat qilinadi. Ko'pincha bank tekshiruvdan keyin pulni qaytaradi. Chunki bankomat ichidagi ortiqcha yoki kam chiqqan naqd pul bo'yicha inkassatsiya va texnik tekshiruv bo'ladi. Lekin bu jarayon bir kunda tugamasligi mumkin. Shuning uchun darhol bankka ariza qoldirish muhim. Yana bir xavfli nuqta. Ijtimoiy tarmoqlardagi yolg'on xabarlar. Pensionerlarga 2 million so'm yordam beriladi. Kartangizni ro'yxatdan o'tkazing. Pensiya oshishi uchun mana bu havolaga kiring. Karta ma'lumotini yuborsangiz kompensatsiya tushadi degan xabarlar ko'payib ketgan. Rasmiy davlat to'lovi hech qachon shubhali havola orqali karta ma'lumotini so'rab berilmaydi. Agar haqiqatan ham qo'shimcha to'lov, kompensatsiya yoki imtiyoz bo'lsa, buni rasmiy manbalar, pensiya bo'limi, mahalla bank yoki davlat xizmatlari orqali tekshirish kerak. Birinchi qadam, kartaning amal qilish muddatini bugunoq tekshiring. Kartaning old tomonida oy va yil yozilgan bo'ladi. Agar muddat yaqinlashgan bo'lsa, bankka boring. O'zingiz bilan pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi bo'lsa, uni telefoningiz va eski kartangizni olib boring. Bank xodimidan men pensiyani shu kartaga olaman. Karta muddati tugayapti. Yangi karta ochilganda pensiya to'lovi uzilib qolmaydimi deb aniq so'rang. Yangi karta ochilganda u pensiya hisobingizga bog'lanmaganini tekshirtiring. Ikkinchi qadam, telefon raqamingizni tekshiring. Bankka ulangan telefon raqam hozir ishlayotgan, o'zingizda turgan raqam bo'lishi kerak. Agar raqam yo'qolgan bo'lsa, boshqa odam ishlatayotgan bo'lsa yoki eski raqam allaqachon yopilgan bo'lsa, bankka borib raqamni yangilang. Bu juda muhim, chunki SMS xabar va tasdiqlash kodlari moliyaviy xavfsizlikning bir qismi. Uchinchi qadam, pin kodni almashtirishni o'rganing. Agar pin kodni kimdir biladi deb shubha qilsangiz, bankomat yoki bank orqali uni almashtiring. Pin kod tug'ilgan yil, uy raqami 1121, 1234 kabi oson raqam bo'lmasin. Uni qog'ozga yozib kartaning yonida saqlamang. Eng yomon odatlardan biri karta bilan birga pin kodni ham hamyonga solib yurishdir. Hamyon yo'qolsa, karta ham, kalit ham birga ketadi. 4-qadam, pensiya tushganini tekshirish odatini shakllantiring. Har oy odatda qaysi sanalarda pensiya tushishini bilib oling. Agar odatda bo'sh sana tushsa, bo'sh 6 sanalarda SMS keladimi, balans o'zgardimi, shuni tekshiring. Agar pul tushmasa, avval bankdan hisob holatini so'rang. Keyin zarur bo'lsa, pensiya bo'limiga murojaat qiling. Bank bizga pul kelmagan desa, pensiya organidan to'lov yuborilmaganini aniqlash kerak. Pensiya bo'limiga borganda ID karta yoki pasport, pensiya hujjatlari, bank karta ma'lumotlari kerak bo'lishi mumkin. 5-qadam, bankomatdan pul yechganda chekni oling. Ayniqsa katta summa yechayotgan bo'lsangiz, chek foydali bo'ladi. Pulni bankomat oldida shoshilmasdan sanang. Lekin xavfsizlikni ham unutmang. Juda katta miqdorni hammaga ko'rsatib sanash to'g'ri emas. Agar imkon bo'lsa, bank ichidagi kassadan yoki xavfsiz joydagi bankomatdan foydalaning. 6-qadam. Farzandlar ota-onasining kartasini boshqarayotgan bo'lsa, tartibni ochiq qilsin. Men maslahat beraman. Har oy pensiya tushgan sanani, tushgan summani va asosiy xarajatlarni yozib boring. Masalan, 1,6 million so'm tushdi. Darda 50 ming dori, 300 ming kommunal, 300 ming oziq-ovqat, 200 ming naqd berildi. Bir de 50 ming qoldi. Bu nazorat uchun emas, ishonchni saqlash uchun kerak. Ertaga savol tug'ilsa, hammasi aniq bo'ladi. 7-qadam. Shubhali qo'ng'iroqlarga javob berishda bitta qo'yda yodda tursin. Kimdir telefon qilib, men bankdanman, pensiya jamg'armasidanman, kartangiz bloklanadi, hozir kodni ayting desa, suhbatni to'xtating. Rasmiy raqamga o'zingiz qayta qo'ng'iroq qiling. Hech qachon kelgan SMS kodni aytmang. Hech qachon karta rasmini yubormang. Hech qachon Telegram yoki boshqa messenjer orqali karta ma'lumotini yozmang. 8-qadam.
Pensioner vafot etgan holatda kartadan pul yechish masalasida ehtiyot bo'lish kerak. Bu juda nozik huquqiy masala. Vafotdan keyingi to'lovlar, ortiqcha tushgan mablag', meros, dafn puli yoki boshqa to'lovlar bo'yicha alohida tartiblar bo'lishi mumkin. Qarindoshlar karta qo'limizda ekan, pulni yechib olaylik deb shoshilmasligi kerak. Bunday holatda pensiya bo'limi va bankdan qonuniy tartibni so'rash zarur. Noto'g'ri yechilgan mablag' keyinchalik qaytarilishi talab qilinishi mumkin. 9-qadam bank komissiyalarini biling. Ba'zi operatsiyalar bepul bo'lishi mumkin. Ba'zilarida komissiya olinadi. Masalan, o'z bankingiz bankomatidan yechish bilan boshqa bank bankomatidan yechish shartlari farq qilishi mumkin. Karta orqali do'konda to'lash odatda qulay, lekin naqd yechishda limit yoki komissiya bo'lishi ehtimoli bor. Shuning uchun bankdan pensiya kartamdan naqd pul yesam komissiya bormi? Boshqa bankomatdan yesam qancha? Kartani almashtirish narxi bormi deb so'rang. 10-qadam hujjatlaringizni yangilab yuring. ID karta yoki pasport muddati, familiya o'zgarishi, yashash joyi o'zgarishi, telefon raqami o'zgarishi bank va pensiya ma'lumotlarida aks etishi kerak. Ko'p muammolar aynan ma'lumotlar mos kelmagani uchun chiqadi. Bir joyda eski pasport raqami, boshqa joyda yangi ID karta raqami turadi. Natijada xizmat ko'rsatishda savollar paydo bo'ladi. Birinchi misol, 70 yoshli pensionerning kartasi muddati tugagan, lekin u buni bilmagan. Pensiya tushadigan kun kelgan, SMS kelmagan. U pensiyamni to'xtatib qo'yishdi deb xavotirlangan. Bankka borganda karta muddati tugagani ma'lum bo'lgan. Yangi karta ochilgan, lekin u bir necha kun naqd pulsiz qolgan. Agar u kartadagi muddatni oldindan tekshirganida bu muammo bo'lmas edi. Ikkinchi misol, pensioner bankomatdan foydalanishni bilmagani uchun kartasini qo'shniga bergan. Qo'shni 400 ming so'm yechib berish kerak bo'lgan. Lekin keyinroq kartadan yana pul yechilgan. Pensioner buni bir necha kundan keyin bilgan. Bankka murojaat qilingan, tekshiruv boshlangan, lekin asab, vaqt va ishonch yo'qolgan. Bunday holatda eng katta xato PIN kodni begona odamga berish bo'lgan. Uchinchi misol, ona pensiyasini o'g'li boshqargan, o'g'il ro'zg'orga sarflagan, dorilar olgan, kommunal to'lovlarni to'lagan, lekin hech narsa yozib borilmagan. Keyin boshqa farzandlar onamizning pensiyasi qayerga ketdi deb nizo boshlagan. Agar oddiy daftar yuritilganda edi, tushgan pul va sarflangan pul bo'yicha savol kamayardi. 4-misol. Pensionerga sizga qo'shimcha pensiya puli chiqdi. SMS kodni ayting deb qo'ng'iroq qilishgan. U kodni aytgan, kartasidagi pul yechib olingan. Bu holatning sababi bitta, SMS kod maxfiy ekanini bilmagan. Shuning uchun men yana takrorlayman. SMS kod bu sizning elektron imzoingizga o'xshash tasdiq vositasi. Uni aytish pul operatsiyasiga ruxsat berish bilan barobar bo'lishi mumkin. Agar muammo bank kartasi, PIN kod, bankomat, karta muddati, SMS xabar, balans yoki pul yechish bilan bog'liq bo'lsa, birinchi navbatda bankingizga murojaat qiling. Bank filialiga borganda ID karta yoki pasportni oling. Agar bankomat pul bermagan bo'lsa, bankomat manzili, vaqt, summa va chekni ko'rsating. Agar firibgarlik bo'lgan bo'lsa, bankka kartani darhol bloklashni so'rang va ichki ishlar organlariga ham murojaat qilish kerak bo'lishi mumkin. Agar muammo pensiya tayinlanishi, pensiya miqdori, pensiya umuman tushmagani, qayta hisoblash, ish staji, hujjatlar yoki to'lov yuborilishi bilan bog'liq bo'lsa, pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qiling. O'zingiz bilan karta yoki pasport, pensiya hujjatlari, bank karta rekvizitlari, kerak bo'lsa mehnat daftarchasi yoki boshqa tasdiqlovchi hujjatlarni oling. Murojaat qilganda og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Zarur bo'lsa yozma ariza qoldiring va arizangiz ro'yxatga olinganini tekshiring. Agar pensioner bankka bora olmasa, yaqinlari oldindan bankka qo'ng'iroq qilib, qanday tartib borligini so'rasin. Ba'zi masalalar uchun pensionerning shaxsan ishtiroki talab qilinadi. Ba'zi masalalar ishonchnoma bilan hal bo'lishi mumkin. Har bir bankning ikki tartibi va qonuniy talablar bo'lishi mumkin. Shuning uchun aniq holatni rasmiy joydan tekshirish kerak. Pensiyani kartaga olish qulay, lekin bu qulaylik bilan birga ehtiyotkorlik ham kerak. Men sizga eng muhim qoidalarni yana bir bor eslataman. Karta muddati tugamagan bo'lsin. Karta pensionerning o'z nomida bo'lsin. PIN kod va SMS kod hech kimga aytilmasin. Telefon raqam o'zingizda bo'lsin. Shubhali qo'ng'iroqlarga ishonmang. Bankomat yoki to'lovda muammo bo'lsa, darhol bankka murojaat qiling. Pensiya tushishi bo'yicha savol bo'lsa, pensiya jamg'armasi bo'limida aniqlashtiring. Bu ma'lumotni e'tiborsiz qoldirmang. Chunki pensiya ko'pchilik ota-onalarimiz uchun asosiy daromad manbai.
Bir oy pensiya kechiksa ham ro'zg'or, dori-darmon, kommunal to'lovlar va kundalik xarajatlar qiyinlashadi. Shuning uchun muammo chiqishini kutmasdan bugunoq kartani, telefon raqamini, hujjatlarni va xavfsizlikni tekshirib qo'ying. Siz pensiyani kartaga olishda qanday muammoga duch kelgansiz? Karta muddati, bankomat, SMS kod, pensiya kechikishi yoki firibgar qo'ng'iroqlari bo'yicha tajribangiz bo'lsa, albatta izohlarda yozing. Boshqa pensionerlarga ham foydasi tegadi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu videoni pensiyani kartaga oladigan yaqinlaringizga yuboring.